ko'rmabsiz hali. Upakovkasi ham buzilmabdi. Nima qaytarib olib keldingiz? O'tgan kuni tug'ilgan kunimda qudan podarka qiluvdilar. Men ishlab chiqarish kiymayman. Voy, ishlab chiqarish bo'lgani bilan sifatlarimiz turkanniki bilan bir xil opajon. Yo, qarang-da. Xudoga ham ishlab chiqarish sovg'a qiladimi? Men ham o'g'limni orzu-havaslar bilan katta qilganman. Bizni dang'illama hovlimizda yayrab yuribdilar-yu qizlari. Meni shunaqa ishlab chiqarishga ravo ko'rdilarmi xudo? Voy, opajon, unaqa demang. Hamma ham qurbi yetganini qiladi-yu. Mana yana ham sizga shuncha narsa qilibdilar-ku. Voy, bilasizmi? Men qizim uchun qaynonasiga nimalar qilmaganman. Men latta puttalar bilan maydalashmayman. Bersam, katta narsalar beraman. Qizim tinch bo'lsin deb kuyovimni tegiga mashinaga olib berganman. Общий 1 million 210 minglik bo'lgan ekan. Hozir pulini olib beraman. Voy, bechora qudam. Qiynalib qopdilar-yu, menga sovg'a olaman. Opajon, sharoiti zo'r ekan. Bularni qaytarib olib kelgandan ko'ra, u kimga hadya qilsangiz bo'lar ekan. Voy, men uyalaman bunaqa narsalarni sovg'a qilishga. Pul bo'lsa, og'irlik qilmaydi. Xo'p, mayli, salomat bo'ling. Savdinglarni bersin sizlarni ham. Voy, kelinim qilyaptilar. Qanaqa qilib men hozir bunga yaxshi gapiraman? O, Muxlisaxon. Oyijon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qarang, eski ovqatingizni qila olmadim-da, mantini. O'shanga yengilroq ovqat qilsam maylimi? Muxlisaxon, men sizga nima degan edim? Borgunimcha mantini tayyor qilib qo'ying degan edim-ku. Borgunimcha Ikkitligimga belim og'riyotdi-da, o'shaning uchun. men hech narsani bilmayman. Borgunimcha mantini tayyor qilib qo'ying.